Bugun strelkani 3 xil qalam bilan chizamiz. Birinchi bu qosh qalam. Ko'z burchagidan biroz yuqoriga chiziq chiqaraman. Ikkinchisini o'sha chiziq yarmiga olib kelamiz. Va tonki kistichka bilan zakrepis qilamiz. Strelkani yo'nalishini ham to'g'rilayman. Men o'sha strelkani tagiga bordoviy teng suraman, ichki burchagiga esa oq. Следующий bu ko'z qalami. Oldingiday bitta chiziq chiqaramiz va barmoq bilan ozgina yordam beraman. Bu qalam bilan sal qiyinroq chizish, o'shanga men kistichka bilan yordam beraman. Ko'zni tagiga korичневый teng suraman va blyoska qo'shaman. Shunaqa kichkina strelka qo'shsak yanada chiroyliroq ko'rinadi. Va oxirgisi bu podvodka. Har doimgidek bitta chiziq chiqarib, tez-tez kichkina harakatlar bilan chizaman. Og'zim ochilib qolishini endi bildim. Strelkani ostiga va tepasiga teng qo'shaman. Ichki burchakka esa oq gel suramiz. Tush bilan yaxshiroq ko'rinadi. Yoqqan bo'lsa like bosinglar.